Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bugun Xitoydan yuklarimiz keldi. Pastellarni joylab bo'ldik. Endi sizlarga parfyumeriyalarni endi ochib ko'rsataman, nimalar kelganligini ko'ringlar. Hozir mana uni pichoq tortib bu mana bunaqa shampunlarimiz. Mana shampunlarni endi hozir pastga olaveraman, videoni tezlashtirish maqsadida. Mikrofon taqolmadik, ovozimiz yaxshi eshitilayotgandir. Buni pastga qo'yamizda, endi keyingi etap sovunni ochamiz. Yana bismillah. Chaqqon ishlatamiz hozir. Sovunchimaslar. Sovunlarni hidi mashqlash kelyapti. Bu yangilik sovun, hali olib kelinmagan. Ya'ni mevalilarni olib keldik, lekin bunaqalarni hali olib kelmagandik. Mana ko'rasizlar, 18 ta bo'ladi. Summalari donaga 20 ming sotyapmiz hozir. Optimga olganga mana shu donasini 18 mingdan chiqarib beramiz. Respekt. Buni ham pastga olamiz. Endi hamma kutgan narsa bu, yo buni oxirida ochaman. Nima narsa desanglar, juda ko'pchilik kutayapti. Bu ham sovun. Buni ochib o'tiraveraman. Xo'p. Menimcha katta ehtimol granula bo'lsa kerak. Ya'ni nima granula desanglar, ko'pchilik biladi ham. Kirgan yo'q. Oh, teskari ochyapsiz. Mayli. Ko'rsatib sizlarga buni. Har xil ko'rinishda istanbul. Bu granulalarga 3 ta, 1, 2, 3 ta granula. Xo'p, endi bunu açıp koyacağız sizlerge. Ham şampun, mana ko'rib turganlaringlardek. Bular boshqa shampun. Ikki korobkasida. Hop. 6 12 ta, 24 ta bo'ladi. Bu shampunimizdan. Narxlarini, ya'ni narxlarini bilan video qilamiz. Keyinroq. Yana ertaga to'g'ri. Hop. Bu ham sovun. Sovunni pastga qo'yib turaveramiz. Mana yaxshiliklar ham shampun. Endi vaqt ketkizdirmasdan sizlarga buni ochib beraman. Granulani yangichasi bitta bunaqadan ham probaga chaqirganmiz. Qanaqa narsa ekan desanglar, mana ko'rishinglar mumkin. Ko'rinyaptimi? Ikki xil svetda olib ko'rsatamiz. Sizlarga buni narxini endi chiqaramiz, ertaga narxlar bilan video qilamiz. Butun O'zbekiston bo'yicha chiqarib beraveramiz, xudo xolasa. Nechtalik ekan? 5 ta, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50 ta ekan, buni pastida yana 50 ta, jami 100 ta ekan bunda. Bu granulalarimiz. Endi video cho'zilib ketib qolyapti.
Shuni hisobiga men pastdagi narsa nimaligini ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Shu bilan videoni yakunlaymiz. Qarab turinglar, nima narsa. Aynan shu narsadan bugun 2000 ta zakaz qildik Samarqandlik akamizga. Xitoyga zakaz qildik. Kimga kerak bo'lsa shunaqa narsa tarqatib beraveramiz. Hozir probaga 200 dona chaqirganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. O'sha hozir trendda bo'layotgan sochni o'stiruvchi, sochni ko'paytiruvchi, qalinlashtiruvchi sovun, archali sovun Xitoydan keldi. Mana shunaqa sovunlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Pastda nomer qoldiramiz. Hamma joyga chiqarib beraveramiz pochta orqali. Bu yerda 200 ta bor. Mana shu sovunni yaqinroq qilib ko'rsataman sizlarga. Mana shu sovunlar. Shu yerda 200 ta bor. Hozirgi granulamiz ko'rsatayotgan mana. E'tiboringlar uchun rahmat. Xudo xolasa yana chiroyli videolar qilamiz. Bu yoqda pastellar videosini ham qilamiz sekin.